Bugun biz o'sha Qo'qondagi mashhur YSHG Xitoy kiyim savdo markaziga tashrif buyurdik. Kirishimiz bilan bizda hamma 8000 degan yozuv hayron qoldirdi. Mana shu yerda ko'rib turgan hamma narsa 8000 so'mdan ekan. Ovqat cho'mish deysizmi, kapgir deysizmi, hammasi 8000 so'mdan. Undan tashqari, mana shimlar bor ekan. Bor yo'g'i 79000 so'mdan. Men o'zimga shu shimdan har xil 4 ta jinsi shim oldim. Hammasi 79000. Bunaqa narx boshqa hech qayerda yo'q. Kelsangiz afsuslanmaysiz, kачествоsi ham o'ta zo'r. Undan tashqari, mana 65000 so'mdan hozir kiysa bo'ladigan. Va bundan tashqari mana bu ko'ylaklar 69000 so'mdan va hech qachon g'ijim bo'lmaydigan va bahorga hozir keladigan mana bu 79000 so'm ekan bu. Va o'zimga shunaqa chiroyli krossovka oldim. Bu 189000 so'm, kачествоsi zo'r, 169000 ga ham shunaqa chiroyli bitta oldim. Va bu 70000 so'mdan, bu 29000 so'm, materiali o'ta zo'r, 4 ta oldim, вообще zo'r. Va kechqurun kiyib yotgan shunaqa yumshoq, narxi 149000 so'mdan olsangiz bo'ladi, afsuslanmaysiz. Oyog'imga tapichka oldim 35000 so'mdan. Bunisi 29000, bittasi uyga, bittasi ishxonaga. Yosh bolalarga ham xohlagan narsalar olsanglar bo'ladi. Mana shu futbolkalar 69000 dan kачествоda tanlab olaverasizlar. Korzinkamiz to'ldi va biz kassaga qarab yo'l oldik. 1,434,000 pulimizni olib qo'ydi, lekin shunaqa 5-6 ta sumkamiz to'lib ketdi. Kelsanglar bo'ladi. Va mana bularning hamma 8000 dan 40000 so'm bo'ldi. Manzil Qo'qon shahar Firdavs savdo markazi, Yangi bozor 1-darvoza ro'parasida. Voy bizni Xitoy bosib oladi. Voy Uyg'urlarning kuni boshimizga tushadi. Xitoyga boykot qilishimiz kerak. Shu darajada qo'rqarkansizlar. Bitta uyda bir chuyga kirib olinglar, bekin olinglar, ko'chaga chiqmanglar. Shu darajada qo'rqoq bo'lsanglar. Xitoyliklarni ko'rasan, hali boshida arzon sotadi, keyin qimmat qilib tashlaydi. Assalomu alaykum bozorchilar. Assalomu alaykum. O karantin paytida sabzini 17 mingdan kim sotdi? Kartoshkani 20 mingdan kim sotdi? Yog'da 150 ming, 180 mingdan kim sotdi? Mana shu o'zbekistonliklar sotdi. Mana shu o'zbegimiz, mana shu o'zimiznikilar sotdi. Kechirib qo'yasizlar. Sizlar meni aldab ulug' qilish shart emas. Juda yaxshi bilaman bozorchilarni. Martlar maydonida bozor. Ras qo'rqyapsizmi? Qilmang bozorda. Nima Xitoydan qo'rqib, voy endi Xitoy bizni bosib oladi. Xitoyliklarni haydash kerak. Haydab ko'ring, quvib ko'ring, keyin ertaga nima bo'lishini ko'rasiz. Shuni O'zbekistonga boykot qilib yuboradi. O'zbekistonlik tadbirkorlar kelsa, bo'ldi, hech nima sotmaymiz. O'zbekistonga hech nima eksport qilmaymiz desa, keyin nima bo'ladi? Bilasizmi nima bo'ladi? O'zingizlar shim ishlab chiqarasizlar, bir narsa qilib, bir narsa biror joydan sotib olasizlar. Masalan, hozirgi sotilayotgan mahsulotlar 100 ming bo'lsa, 500 ming sotasizlar. Ishoninglar. Sizlar karantinda kimda qanaqaligini ko'rsatib bo'lgansizlar. Xitoy dushman, Xitoyga podrishka qilmanglar, Xitoy boykot. Biz do'stmizmi bir-birimizga? Biz o'zbeklar. Kelinglar oldin o'zimizga bir do'st bo'laylik. Karantinda hamma ko'tinoqchi bo'lgan ekan, qanaqaligini ko'rib bo'lganmiz. Endi bizga ertak to'qimanglar. Eplasanglar bozor qilinglar. O'zbeklar ham boryapti-yu. Rossiyaga borib oshxona, restoranlar ochishyapti. Amerikada kafe, restoranlar ochishyapti. Hamma juda o'zbek borib ishini qilyapti. Xitoyliklar ham qiladi. Jiddiysiz. Qo'qonda Xitoyliklar ochgan kiyim-kechak magazinini reklama qilib berganda, hamma meni profilimga kirib, "Sen xoinsan, yurt xoinisan, Xitoyliklarning qulisan, Xitoy boykot, Xitoyliklar haramxo'r, Xitoyliklar narsasini olmaslik kerak." Assalomu alaykum, bozorchi akalarim, opalarim, o'zingizlar ham Xitoydan olib kelasizlar-ku. Hamma narsa Xitoydan keladi. Nima Xitoydan kelmaydi? Zapchastismi, bitoviy texnika deysizmi, kiyim-kechak, hamma narsa Xitoydan. O'zlaringiz ham Xitoydan olib kelasizlar-ku. Telefonda aksessuarlari ham Xitoydan keladi. Nima keragi bor bunaqa yolg'on gapirishni? O'zingizlar boshladilaring, to'g'risi. Hech kim bilmaganida telefonda shunday qo'ydinglar, video chiqarib internetga joyladinglar. Birodarlar, Xitoyda mahsulotini olmanglar, Xitoyliklarning magazinida hech nima sotib olmanglar. Qimmat bo'lsa ham o'zimizdan olinglar. O'tda o'sha tovarlar bizda ham bor. Qimmat bo'lsa ham o'zimizning mahsulotni olinglar deb ketmoniga sotib kelmaydigan gaplarni sizlar gapirib chiqdinglarmi? Nimaga bitta narsa, bir xil narsa qimmat bo'lsa sizdan olishimiz kerak. Siz ham xuddi o'sha narsa arzon qilib bering. Marhamat, sizni biz qo'llab-quvvatlaylik. Xalq uchun foydali-ku. Hamma narsa arzon sotib olamiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz sotib olamiz. Kiyim-kechak siz sotyapsiz. 380 ming, 250 ming Xitoy fabrichini shim deb Xitoyliklar magazinida 79 mingdan turibdi. Olamiz. Bu bozor. Putin chidasi o'ynay qo'pol qilib aytganda. Bozor hammaga ham emas. Yarasiz, chidasiz, bozorchilik qiling. Bo'lmasam yig'ishtirib qo'ying. Hamma joyda raqobat bo'ladi, keyin rivojlanish bo'ladi. Shu xohlasangiz, shu xohlamasangiz katta ko'cha. Men xohlagan joyimdan narsa sotib olaman, xohlagan odamimni reklama qilaman. Siz ham undan ham arzon narsani, mahsulotni reklama qiling. Xalq uchun foydasi tegadigan arzon qilib bering hamma narsani. Xalq mazza qilsin. Mana marhamat, men sizga reklama qilib beraman.